Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramı. Mən Alim. Biz bugün Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarı Michelle Bachelet xanımның 5-ci ayda Xitayğa elib barğan ziyarətçisində söhbət edib barımız. Biz bu münasibətlə Dünya Uyğur Qurultayının müavin rəisi Erkin Əkrəm əfəndi ilə Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitəsinin müavin rəisi Elşad Həsən əfəndini bu söhbətə alayda təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldinlər. Hoş bulduk. Rahmet. Bunda olsa Erkin Əkrəm əfəndi aldı bilən şu seyşembe günü Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatının Kişilik Hüquq Ali Komissarı Michelle Bachelet xanım 2 ildən mabeynində Xitay bilən, yəni Xitayını ziyarət qilish, həm Şinjan Uyğur Abdunum rayonu ziyarət qilmanda Xitay bilan söhbət edib bağlan oldu. Amma bu şərtnin ikisi tosatdınlar. Ben Xitayını ziyarət qılğan boldum 5-ci ayda. Hem Şinjan'ı ziyaret kılgan buldum. Yani bu yerde şəxsilərin tutuluş meselesi ve emgek meseleleri bağlı degenini tosatın oturuq koydu. Sizden için bu qanda qılıb bunda tez şekilde mesela bir ayını aldı da mesela Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Roberto Guterres Münih bir xəterlik yığınında Ayşədə eğer Xitay yol koyuş gerek. Çünkü bu Xitayның dövlətinin mənfəətinə fayz var dedi. Degenden keyin bu elan qıldı. Sizden için bu elan qilishning oldi keyni qanday deb tushunishga bo'ldi buni? Birinchidan aslında şu bir yildan beri Xitoy Tashqi ishlar ministrligining so'zchilari savolga ba'zan dedi, ya'ni har qanday odam Sharq Turkistonga kelalaydi, ziyorat qilalaydi. Bundan avval nurg'un odamlar kelib ketdi. Hammasi Sharq Turkistonda masala yo'q deb ketdi. Shunga kelalaydi dedi. Ama bu Münih'teki xavfsizlik yig'inida Wang Yi'nin, yani Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi'nin ki sözlüşü bilan tabii sözcüden texima ig'irlik tarafi var. Bununki arka ko'rinishda belki Sharq Turkiston bilan munosabati bor deb o'ylayman. Shu 2020 yildan keyin Xitoy Sharq Turkistondagi ba'zi siyosatini biraz yumshatdi. Ba'zi shu ko'chadagi punktlarni kaldırdı. Bundan keyin işçideki bazı adamlarını, lagerdeki adamlarını koyup etkili başladı. Gerçi yani yenisini ekirvatkan bozma, nurgun adamlar çıkıvadı da hemde. Şununla şundaq bir peytte Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın bu insan hakları yüksek komiserinin kilişi, belki bununla mı münasebeti var deb o'ylayman. Onundan başka Sharq Turkiston bu mesele halkada yaman çoğun bir gulgul kozgaldı. Ondan kim bu London'daki bu sottan çıkan kararma nurgun devletlerinin ki bunun kararını inliklaşını kabul kılışı Xitayını biraz ensreşke sağlam buluş mümkün. Şununla bu Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın ki adamlarını kabul kılış, bu heyetini kabul kılış bile birlikte dünyaya Sharq Turkistonda bundak ahval yok, sizler degandek nas emas, bu yerda ırkı qirg'inchilik yok, insaniyetga karşı bir cinayet işligini yok deganni deyish uchun shunday qildimiki deyman. Bundan başka belki şu Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın heyetimi Xitayning bazı taleplerini kabul qilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Çünkü bunda ishlarda kelishib birlikte qiladi hamda. Bunun bazı taleplerini kabul qilgan bo'lsa kerak. Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın ki bazı taleplerini kabul qilgan bo'lsa kerak. Shuningla shunday bir ziyoratni ma'qul degan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Elşad Hasan efendi, bu albatta Michelle Bachelet xanım bunu e'lon qilgan chog'da Xitoy bilan qanday shaklda nimani kelishganligini aniq tushundigini yo'q. Uningdan sirt Erkin efendi degandek bu Michelle Bachelet xanımning so'zli bo'lsin va yoki BDT'nin baş katibi Guterres'in sözlü bo'lsin. Bu yerda hech zaman Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat va yoki irqiy qirg'inchilik o'tkazganlik uchun yoki 1 milliondan ortiq Uyg'ur boshqa millatlarning lager so'laganlik uchun berib buni tekshiramiz degan gapni hech qilmadi. Şu an sizningcha bu Michelle Bachelet xonimning endi bu Xitoy hukumati bilan yangi ishda o'zaro kelishib bu bo'lsa sizningcha bo'lgandan keyin bizning vatanda nimani ko'rish mumkin? Mana deganda bu yerda Michelle Bachelet xonimninki
berişi bilen iştim hal bolmaydı. Busi iniq. Bunundan ümit kütmeslik gerek. Bu birincisi. İkinciden bir yerde yanının içinde sorunun bağlılığını Erkin Ekrem Efendimiz dedi. Menence bu iniq. Çünkü bir yerde bir mesele var. Mesela bultu 12. ayının 9'u London'daki Uygur sotununki milli kırgınçılıkta yakınını çıkargandan keyin bir haftaga qamay Bachılık hanımınki bayanatçısı BDT'de bayanat verip bir haftaga qamay özününki Şarkı Türkistan'daki ahvallar toğırlıq egerligen bir çoğun doklatınınki pütüp atqanlığını, bu doklatını bir haftanın içinde ilan kıldığanlığını etqandı. Şu hatalaşmışsam 12. ayının 15'leri etrafında. Ama lekin bugünkü kağıtça biz o doklatını kömüdük. O doklat hazırgıça ilan kılınmadı. Bu berişinin aldığı ilan kılınamdı, kılınmamdı, o doğrulukma işkanda gap yok. Halkaradan bunun gibi besinbek çoğun. Lekin Başçılık hanımınınki işhanesi bu doklatını ilan kıldığan doğruluk demedi. Bunu ben nemi için götürüp çıkmaya degende bir yerde bu doklatınınki ilan kılmaslığı muşu sefergi mu münasebetlik. Hem Xitayning olimpik mu münasebetlik. Buna hemmisini Xitay bilen Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki ma'lum derecede soda kıldı. Bu sodanın neticesi bilen doklat ilan kılınmadı. Hem de barıdığan vaxtını mu bütün olimpikni ötküz bulup Guterres özü baş katip uyaga bağandan keyin qaytib kelgandan keyin ilan qilishi demaklik Xitoy bilan bu yanning ichidagi sodada ma'lum darajada Xitoyga hamda bu yerda bağandan keyin nemini ko'ra oladi deganda menimcha birinchidan Xitoy tutadiganlarni tutib o'ltiradiganlarni o'ltirib Uygurlarga ipagan bu milliy qirg'inchilikni asosan meningcha birinchi bosqichida tamomlab bo'ldi. Shuning uchun ba'zi uchurlar qaragan vaqtida qo'yib berganlar lagerlardan chiqqanlar bor, ammo jiq emas. Bu demaklik Xitoy bu yerda pardozlash o'yin o'ynayotidi. Ammo milliy qirg'inchilikninki tugini yo'q, to'xtigini yo'q. Yana davomlashyotidi, faqatla birinchi bosqichi balkim tugidi. Şunun için üyege berip Michel Bachılık hanım üyeden bir yakın çıkarıp milli qirg'inchilikni tugitadigan bir keskin bir narsani akil alishiga mening hech qanday ishonchim yo'q. Agar Michel hanım mengishidan burun dokladni bultu shu degan vaqtida 12. ayning oxirigacha olimpikdan burun e'lon qila olgan bo'lsa, bu tashkilotga yana azroq umid kutishninki asosi bor deb qaratdim. Ama lekin bu dokladni bugungacha e'lon qilinmadi. Bu berishning mu safarning meningcha hech qanday bir natijaga erisha olishiga ishonchim yo'q. Erkin Ekrem Efendi bu Elşad Hasan Efendi deganda bu hozir aslan BDT'ning bosh kotibi Roberto Guterres bu olimpikka bordi. Borganda Xi Jinping bilan ko'rishdi. Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin Beijingda birinchi qitim hisobda shu Bachılık hanımning Xitoy ziyorati yo'l qo'yish kerak degan gapni o'tirib qo'ydi. Ikkinchi qitim andan keyin o'tgan oyda Myunxdagi xatarlik yig'inda u yerda bu degandimi, uning ifodalash usulidimi, agar Xitoy hukumati o'sha g'arib ayblagan shu ishlarni qilmagan bo'lsa, bu yerda irqiy qirg'inchilik yo insoniyat qarshi jinoyat degan gap yo'q. Shu g'arib hukumati ayblagan shu ishlarni qilmagan bo'lsa, Xitoy hukumati Michel Bachelet xonimni Xitoyga ziyorat yo'l qo'yish kerak. Çünkü bu Xitoyning davlat manfaatiga foydasi bor dedi. Bundan bir oy o'tiblam mana Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Kengashi o'tgan haftadan boshlab yig'in ochgan bo'ldi, o'tgan dushanba. Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken mo ko'p masalan Elshad Hasan Efendi deganda shu dokladni e'lon qilishni talab qildi. Ammo BDT uni e'lon qilishning o'rniga Michel Bachelet xonim Xitoyga borganligini e'lon qildi. Bu yerda nurg'un kishilik huquq tashkilotlari masalan Amnesty International bo'lsin yoki kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq bo'lsa, bu safardan noida andish qilayotganligini. Ya'ni bu xonim borgandan keyin shu Xitoyning ko'rsatgan narsani ko'rib, bu yerda irqiy qirg'inchilik bo'lmabdi, insoniyat qarshi jinoyat o'tkazilmabdi, bu yerda ancha-muncha adolatsizlik bo'libdi deb qaytib kelsa, sizningcha buning Uyg'urning hozirgi vaziyatiga qanday bir salbiy ta'sir qildi deb o'ylaysiz?
Ben İrşad Efendim'in diginidek bu seferden kim Uygurlar ilip bağlan bu bisimler de bir özgürlük bulmaydı da oylayman. Hem de Xitayla bu tarihten beri şu köz boyaş siyasetini yaxşı işitip kelgan. Hazır mı Xitay şu iktisadi taraqqiyat bilan birlikte bu imaj projesi deydigan bir proje babladı. Yani chet elliklarga ko'rsatganini ko'rsatib, ularni hayron qolg'izib, undan keyin yeb ichib, asta yo'lga selish. Buni davomli qilib kelyapti. Shunga bu dama Michelle Hanım'ınki birip kelishimi muşunda bir netice aldı deb o'ylayman. Belki bazı muşunda kamplarni, lagerlarni bir ziyorat qildirish mumkin. Bununki tayyorligini hammani tayyor qilib ko'rsatdi. Belki lagerdan chiqqan bazı Uygurlar bilan bir görüştürüp sohbet kızışımı mümkün. Ama Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu heyetinin kolu da moyum şahsiyetlerinin ki tızımlığı var mı? Lagerlarının tızımlığı var mı dep uylavatım. Var buluşu çokum. Ama aşı tızımlıktaki kişiyle görüşüş ve lagerini ziyaret kılış cette bence biraz kıyınlanıdı bular dep oylayman. Xitay barbir ko'rsatadiganini ko'rsatdi, ko'rsatmaydiganini ko'rsatmaydi. Bundaq qilishi bilan bular qaytib kelgandan keyin agarda abay deyilgan dokladni e'lon qilsa undan keyin u qilgan e'lonning ichidagi mazmunlarga qarab undan keyin bir xulosa chiqarg'ili bo'ldi. Balki ba'zi muhim jumlalarni, so'zlarni elib o'tish mumkin hamda. Belki bu ziyaretten bir netice alamağaçka belki to'liq ilan qilishi mümkün. Ama baribir bu birib kelsimi Sharq Turkistondagi bisim siyosati o'zgarmagandek, bence xalqaro bu Uyg'urlarni qo'llashi va hissaschilik bildirish bu ko'z qarashlar mıcık o'zgarmaydi deb o'ylayman. Agarda shunday jim qaytib kelgandan keyin bence bu Birleşken Devletler Teşkilatı bu insan hakları yüksek komiserliği tanqidga uchrab ketishi mumkin deb o'ylayman. Yani G'arb devletler bununla bisim işletishi mumkin. Bu sebepten tüpeyli belki xalqaro siyosiy sahnadagi Uyg'ur meselesi yana bir qitim kun tartib kelishga bir sebep bo'ladi deb o'ylayman. Elşad Hasan Efendi hazırlık gap hamda bu Xitoy hukumati uzundan beri Birleşken Devletler Teşkilatı'nı suiiste'mol qilib, o'zining manfaati uchun ishlatib keldi. Bo'libmi shu Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qilishda. Masalan, 2018-yili Birleşken Devletler Teşkilatı tunji qitim Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ygandan keyin ham Xitoy hukumati BDT'ning terrorizmga qarshi komitetining boshlig'i Ross amaldorni Xitoyga boshlab kelib, bu xuddi Xitoy hukumati u yerda irqiy qirg'inchilik ilib bormay, terrorizm qarshi bir harakat ilib borganini ko'rsatish uchun. Hozir albatta 2-3 yilga yaqin vaqtda oxiri Michelle Bachelet xonim ziyorat qilmadi dedi 5-oyda bordi endi. Bu vaqtim borganda endi nurg'unlarning andishisi endi bu ayol faqatla shu Xitoy ko'rsatgan yerga berib ko'rib, Erkin Efendi degandek Uyg'urlarning qo'shal ustal o'ynayotgan, hatto ba'zi lagerlarga kirib chiqqan Uyg'urlarmi lager emas o'tgan tarbiyalash o'rni bilan degan Xitoy tili o'rgandim, texnik o'rgandim, uni o'rgandim deb Naitli partiyaga minnatdorlik bildirganligini, bu bir yaxshi ish ekanligini ko'rsatib chiqsa, bu Michelle Bachelet xonim qaytib kelib, u yerda irqiy qirg'inchilik yo'q ekan, Uyg'urlar qo'shal yashayapti desa, hozirgi sharoitda masalan 2018dan keyin bo'lib 2020-yili Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo Efendi yana Xitoy Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat ilib beryapti deb jakolagandan keyin masalan Xitoy hukumati qo'pab hozir bu Amerika Xitoyning taraqqiyotiga chidamay bosh ko'targizmaslik uchun Xitoyningki bu yag'andan bizni ayblayotdi deb butun musulmon dunyosiga shu sapsatani satdi. Hozir Michelle Bachelet xonim chiqib u yerda unday ish yo'q ekan, ancha-muncha kishilik huquq masalasi bor ekan deb qaytib chiqsa, Xitoy hukumati uchun bo'libmi Xitoyning dunyoda ilib boradigan ta'tir tashviqot uchun zo'r bir madad ham kuch bo'lishi mumkinmi? Albatta Xitoyga bir fursat bo'ldi. Xitoy buni dangsidi. Xitoy bu yerga bo'libmi Antonio Guterresninki shu Myunikdagi bexatar yig'inda degandan keyin Xitoyga foydali deb
Abay biz qayt deyildi. Muşu kemkegiçe 2016 yılının ahırdan başlanğan milli qırğınçılık 5 yıl oldu. Bugünkü günüge kegiçe BDT'ninki meyli başkat bolsun, meyli Michel Hanım bolsun. Bir qitim bir Uygur toğruluq keskin bir bayanat yoki söz qilib baqqani yo'q. Hem bu qitim bağandan keyin abay biz dep qayt deyilayotganimiz shu. Xitoy bu yerda ko'rsatadigan yerlarni tayinlab bo'ldi. Hattoki ko'rishadigan odamlarni ko'rish bo'ldi. Uningdan keyin Michel xonimning qo'lidagi ismlik, tizimlik. Menimcha bu ayolni hamda butunlay Xitoy setib oldi desak, mubolag'a bo'lib qoladi. U ayolning o'zining mustaqilligi bor, kishilik huquq tashkilotining raisi bo'lgandan keyin. Ammo lekin BDT'ning ichida, masalan biz bazı xabarlarga qarasak, Xitoy 10 yil, 15 yil, hattoki ba'zi Xitoylarni Amerikadagi davlatga avatib, Amerikaning garajlarini bo'lib bo'lgandan keyin BDT'ga iltimos qilib, shu yerda ishlayotgan Xitoylar ko'rmang hozir. Bular orqali bu tizimliklarni hammani oldin ola ivilib, shu ko'rishmoqchi bo'lgan odamlarga Xitoy besim har xil usullar bilan ularni shu Xitoy degan gaplarni degizish. Yani bir misal qisqadan qilsam, Sovetninki Gulag vaqtida G'arbda o'xshash bugunkidek nayti g'ulg'uy bo'lgan vaqtida Angliyaniki Bernard Shaw dangliq yozuvchi shuni Stalin taklif qilib opirib ko'rsatadigan odamlarni ko'rsatgandan keyin Bernard Shaw nayti dangliq bir yozuvchi bo'lmasa, lekin shu odammi qaytib kelib Madiya aytgan. Sovet hozir bir ulug' davlat bo'lib ketibdi, unda Gulag yo'q deb. Şunun o'xshash bularga ko'rsatgandan keyin meningcha undaqmi bo'lmabki bo'lib ketmaydi, lekin Erkin Akram apani abay deganga o'xshash bir xil mujmal so'z bilan suni leytib Xitoyga foydali bir sharoit ib berish ehtimoli 50% dan yuqoriroq. Milliy qirg'inchilik degan bu zo'r jinoyatning yenik bo'lgan bir narsani ko'rsatib, undan keyin biz barimiz degan yerlarning hammasiga barammidik. Ama kögenlerde manda dep azırak Xitoyni ayıplab qo'yib, ama suni leytib etadigan bir xil ahvol bo'lgan vaqtida chet eldagi Uyg'ur davosiga ziyni bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Ma'lum darajada bizni bir xil qiyin ahvolda qo'yishi mumkin. Ammo lekin buning bilan butun Uyg'ur davosiningki xalqarodagi bu o'rni aql chekinib ketamdi deganda yo'q. Chunki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoy tarafning kontrolligida xeyli ig'ir ekanligini xalqarami ko'ryapti, xalqmi ko'ryapti. Bu yerda Xitoyning qanchalik monopol qilib olganligini buni ko'ryotgan bunday bir sharoitda Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki butunlay suni leytish, yenigarak tarafida ayblash bu usullarni qabul qilmaydi. Masalan, yana bir misol, Dolqin Isa apandim qurultayning rahbarlari BDT'ga bağmoqchi bo'lgan shu tizimliklarni Xitoyga yetkazayotganligini bulto pash oldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xizmatchisi buni ko'tarib chiqdi. Bu demaklik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ig'ir darajada Xitoyga mana degan vaqtida amil bo'lib qolgan. Shularning ko'zi qaraydigan, shularning kinimiz bilan. Shuning uchun buningga bizda tayyorlik bo'lish kerak. Mushundaq ziyon tarafininki oldini olish uchun albatta bu abay deganga o'xshash yana bir qitim shuning bilan bizga yana bir fursatmi keladi. Ayıplash, qaytadan isbot, dalillash, shu orqali Uyg'ur davosini yana bir qitim oldiga ishtirishga menimcha bu bir yaxshi fursat bo'ldi. Ammo hammasi berish. Ben hazır hatta ahirisi 5. kelgen yani başka bir sebepler bilen akıl sürülüp geçiş ihtimalini mi oylap koyuşumuz lazım. Davsa Erkin Ekrem Efendi hazır elbette bu Michel Bachchan Hanım'ın Xitoyga 5. ayda qiladigan ziyarati endi 5. ayga chiqqanda bo'ladi. Buni bilmaymiz. Balkim berish mumkin, balkim Michel Hasan Efendi degandek o'zgarib qilish mumkin. Ammo hozir xalqarodagi eng yangi vaziyatni o'zimiz obdan bilamiz. Rossiya 2 haftadan beri Ukraynaga besib kirib, hozirmi urushni davomlashyapti. Shu sababdan Amerika boshliq G'arb ellarining, Yevropa ellarining, NATOning hammasining diqqati asosan
Rossiya Ukraina orasidagi bu urushga markazlashib qoldi. Shu sababdan diqqat sal ozroq bo'ldi bu Uyg'ur masalasiga. Va albatta Xitoy hukumatı buni aytib foydali deb o'ylaydi. Sizningcha hozir shu urush agar hozir bir 2 hafta bo'lgan bo'lsa, yana nurg'un oy yoki hatto yil davomlashib qolsa, buning hozirgi Uyg'ur vaziyatiga qanday bir ziyni bor deb o'ylaysiz? Ziyni bo'ludi deb o'ylayman, chunki xalqaro kun tartibni tortib olgan, bo'lib olgandek bo'ldi endi. O'z vaqtida misolga prezident Bushning vaqtida Xitoyning strategiya raqib deb ko'rgan vaqtida Xitoyga besim ishiltish boshlandi. Uyg'ur masalasi amdi o'tirib chiqay desa 11 sentabr vaqa chiqdi. Uyg'ur masalasi yana qoldi. Bultu 8. ayda NATO shu Afg'onistondan chiqadigan vaqtida u vaqtida bir oy başındaq Uyg'ur masalasi kun tartibda qolib qolgan ahvol bo'ldi. Mana muhakkatimi Ukraina meselesi o'tirib chiqqandan keyin yana shunga o'xshab qolgan ahvol bo'ldi. Ama bugünkü Şarq Türkistan teşkilatlarınınki qo'lga tushgan ba'zi utuqliqlar bor. Bunun bir kısmı tabii bu xalqaro vaziyatninki yaratgan natija. Ba'zilari bu teşkilatninki tirishchanlik bilan yaratgan bir natija bor. Bu natija nisbatan bir muqimlikni qo'g'dab qoldi hozir. Shuningga bu vaziyatlar o'zgarsimi, kun tartibdan yiroqlashib qolsimi, bu mesele devamlı issiq bo'lg'achqa, qizg'in bo'lg'achqa yanıla o'zininki kun tartibini yaratalaydi deb o'ylayman. Ama hem avvalgi degandek vaziyatlarninki muqimligi, ya'ni bizning Sharq Turkiston masalasining muqimligi davom qildi. Bundan boshqa shu tashkilotlar, Sharq Turkiston tashkilotlar texmi ko'proq bir faoliyatlarni qilishga to'g'ri keldi. Misolga hozir shu Mashal xonimninki Xitoy ziyoratiga qarshi qanday bir siyosatni ilib berish masalasi bor. Yani bir neçe ay vakit var. Bunu hem de qanday bir siyasetini qilsak bizga foydali bo'ladi. Yani biz tahmin qilgan ba'zi natijaning oldini olish uchun hozirdan boshlab nimalarni qilish lozim deb. Shuni qilish bilan birlikda hozir shu Xitoyningki ba'zi tirishchanligimi bor. Misolga Xitoy shu keyingi 2 yildan beri nurg'un videolarni ishildi Sharq Turkiston haqida. Hem de bu teröristlarni mandaq hal qilganligini, anda hal qilganligini, Sharq Turkiston qandaq bir isil biya bo'lganligini. Bu video ishildi. Bu videodan foydalangan jiq adam yo'q. Xitoy tashqi ishlar ministrining so'zchisimi da'voda qaqshayotirdi. Biz sizlarga shunda jiq narsa anlatsak sizlar hiç işletmeysizler deb o jurnalistlarga xafa bo'lyotdi. Bundan keyin bu sözcüler her daim Sharq Turkiston haqida uzun ko'p so'zlab ketadi. Bazı günlerdeki bu muxbirlarning kutilish kunida şu bütün savollarning 20'cilik mazmun shu Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi bo'ladi. Shunday turuqli xalqaro matbuotlarda Xitoyning degan shaklda jiq ishlatmaydi. Yani Xitoy bu tirishqan bilan yana natija olamaganligini ko'rdi. Shuningga bu da mı eğer de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın insan hakları yüksek komiser Michel Hanım'ın bir kilişi belki şu günlerde belki bir gulgul yartış mümkün. Bir mezgil ötkendiğin kim belki o gulgulma tükep gitiş mümkün. Ama seninki doklatın nerede dep soraşmı mümkün. Bazı tədqiqat organlar hazırdan başlap belki bazı dokladlarını tayyorlik qilayotgan bo'lish mümkün. Birleşken Devletler Teşkilatı ilan qilmasa biz ilan qilaylik deydiganlar. Shuningga bence biraz ta'sir bo'ladi, manfiy tarafimi bo'ladi, ama umumiy jihatdan deganda 1% bilan tepaqir, yani %60 70gacha bir paydamız bor deyman. Eğer de vaziyatni o'zimizga mundaqiliqqa tartib so'rab qila olsa, o %80gacha boradi. Shunga yig'ib kelgan chog'da yani bizga bo'lgan foydasi biraz yuqoriroq, biraz cho'ngroq deb o'ylayman. Dilshod Hasan apandi, bu Xitoy hukumati shu Biden Amerikaning prezidenti bo'lgandan yoqi Trump davridagi ilgirgi siyosatni o'zgartirib Xitoy bilan yaqinroq, yaxshiroq munosabatni o'rnatadi deb o'ylagan. Ama prezident Biden chiqqandan yoqi unda bo'lmadi albatta. Xitoyga bo'lgan qarshilik Amerika ichida qattiq kuchaydi.
Uyg'ur masalasi kelganda Amerikadagi ikkala partiya birdek holda Uyg'urni qo'llab quvvatladi. Ham majburiy emgakning oldini olish qonuni birdek o'tib, uni Amerika prezidenti Bayden qo'l qo'ygan bo'ldi. Xitoy amaldorlari bo'lsin, shirkatlarga bo'lsin, nurg'un jazolar e'lon qilindi. Bunda bir sharoitda, masalan, o'tgan hafta New York Times'ning xabarida, ya'ni Xitoyning raisi Xi Jinping bilan Rossiya raisi Putin olimpik jarayonda ko'rish jarayonida bular shu Rossiyaning Ukraina besib kirishini deyishgan. Chog'da Xi Jinping ya'ni bu urushni shu olimpikdan keyin surish, olimpik jarayonda bir ishning bo'lmasligini talab qilganligi o'tirib qo'yildi bunday vaziyatda. Sizningcha bu Rossiyaning Ukrainaga besib kirib hozir bu urush bo'lyotidi. Sizningcha bu Xitoy hukumati ya'ni g'arb ellarning, ya'ni Yevropa davlatlarining, Amerika boshlig'i Yevropa g'arb ellarning bo'lib NATOning diqqatini shu Rossiyaga qo'yish uchun o'zi salbiy nafas olgan bir vaqt chiqarish, mayli g'arbga yana davomli albatta qarshi turdi. Shunday qilish uchun ham Uyg'ur masalasini bir tarafdan bir diqqatni ozaytib ko'mbitish uchun bo'lsa fursat bo'lsa Tayvanga bir qo'l silish uchun shunday qildi deb o'ylamsiz? Shundoq, meningcha bu yerda Xitoyninki Rossiyani qo'llashdagi birinchi sabab Tayvan masalasi. Onunğa qo'shilib Uyg'ur masalasini hal qilish albatta. Bu yerda Xitoy bilan Rossiyaningki olimpikning oldida ichilish marosimida ko'rishib, yangining ichida Ukrainaga kirganligi aniq bo'ldi. Buningda hech qanday savol yo'q. Buni ikkisi deyishib olgan. Onunki dalil isboti birsi New York Times'ninki yaqinda e'lon qilgan bir maqolasi bor. Onundan boshqa hamda Xitoy o'quvchilari va Xitoylarni Ukrainadan chekindirmagan. Chunki Putinninki eng dastlabki plani bo'yicha deganda 12 soatda Kiyevni elish, 42 soatda bütün Ukraynani ip buluş, 72 saatte u yerda bir qo'rchoq hukumatni tiklab chiqib ketish. Bu mu diktatorlarning bir ojizligini mu ko'rsatadi. O demaklik ularda birinchi qo'l u yerga to'g'riliq istixborot yo'q. Faqatla o'zininki xiyoli bo'yicha o'zini o'zi maqtab biz kirib ketamiz debla bironqi Sovetninki shu qudratini ko'z oldiga keltirib hisoblagan. Ameliyatda hazır 2 haftadan oshdi, lekin urush deganidek mangmadi. Shuning uchun Xitoy mu buni kuzatyapti. Bu yerda umumiy jihatdan elib aytgan vaqtida vaqtincha Uyg'urga salbiy ta'sir cho'ng'aroq bo'ldi. O bo'lishdagi sabab bizning masalamiz gazetning birinchi betga kunda chiqmaydi hamda bironqidek. Ukraina masalasi hozir gazetning birinchi betida televizorni ochsak hamma kuni shu bo'ladi. Shuning uchun bu jihatdan bizga azroq salbiy. Ammo lekin uzun muddatni degan vaqtida bizga foydaliq. Erkin Akram efendim degandek balkim 80%ga yetadigan foydaliq natijasi jiqaroq bo'ladi. Nima uchun degan vaqtida Bushning vaqtidan tartib Trump prezident bo'lguncha Amerikaning Xitoy qaratgan aniq bir siyosati yo'q. 100 yillik marafonni yozgan adam bilan bir yig'in bo'lgan, shu DC'da. Shu vaqtda men u odamdan savol so'ragandim. Bu adam o'zi dedi, Amerikaning ta bugungacha hech qanday Xitoy qaratgan siyosati yo'q dedi. Ammo hozir biz bilamiz. Mayli Pentagondan bo'lsin, mayli Amerika hukumatidan bo'lsin, aniq siyosat var. Raqobat ham dushman, kelgusidagi eng cho'ng tahdid Xitoy degan bu narsani mayli istixborotdan, mayli hukumatdan, mayli armiyadan da'vatidi. Shuning uchun Ukraina urushi manda degan vaqtda ma'lum darajada Rossiyaning mag'lubiyatiga qarab mingyotidi. Birinchi qadamdagi alomati degan gap bu mag'lubiyatga mangdi Ross. Endi Kiyevni egallamdi, balkim egallanishi mumkin. Balkim azroq uzurdi. Ammo lekin Ross oxirisi hozir ajizlaydi. Buningga agishib Xitoymi Amerika va G'arb dunyosining birinchi dushmani bo'lib o'tidi. Ammo bu yerda balkim yana bir xil ehtimoli bor. Ba'zilar deydi Xitoy qo'rqib shuning bilan Tayvanga bo'lgan u bo'lardan azroq Amerikaga yolvuramdi deb o'ylaydi. Ammo Xitoyning Xi Jinpingmi Putinga o'xshash bu Ruslar bilmaydi-ki, bular qilolmaydi-ki, biz qila olamiz deb balkim ular yana shilting etib o'zini bu urushga akirishi mumkin. Bunday ahvolda menimcha uzunni kuzatganda yana bizga fursat keldi. Chunki
Amerika bilan Xitoy bevosita to'qinishmag'icha bizning masalamiz eng oldingi radga kirolmaydi. Ko'ngil bo'ladi, har ishlarni qildi, qonunlar chiqdi, ammo bizning masalamizni shu zaman hal qiladigan qurolliq yoki harbiy orqali hal qiladigan o'z tizimga biz kirolmaymiz. Xitoy bilan bevos to'qinishgan vaqtida o tizimning oldiga biz o'tamiz. Shuning uchun hozirgi vaziyatga, taraqqiyotiga qaragan vaqtida meningcha bizga foydali tarafiga qarab mangdi deb o'ylayman. Chunki Rus uzunga chidayolmaydi. Erkin Ekrem Efendi, bu albatta Elshad Efendi abaytini yaxshi tushuntirib ketdi. O Rossiyaning, ya'ni Putinning maqsadini birdamlam Ukrainani qo'limizga ilib, o'zimiz xohlagan hukumatni tiklab, angdirmiz deb hozirgi ishlarida bo'lmayotdi albatta. Ammo O'riston qishda eng yaqin ittifoqdosh bo'lib, mush masalada turgani hozirgacha Xitoy. Ammo albatta ham Rossiya, ham Xitoymi birinchisi bu Amerika boshliq g'arb ellarining NATOning bunda tez inkas qaytarganligi. Bunda shiddat bilan Rossiyaga qarshi turganligi, ham o'xshash bo'lmagan shaklda jazolarni qo'llanganligi, ham birlashib, ittifoqlashib Rossiyaga qarshi tura oladiganligini ko'ryapmiz masalan. Xi Jinping mo balkim agar Rossiya Ukrainani bizamni olsa, agar g'arb ellari Amerika boshliq bununla jim tutsa yoki bununla jim tutmasin, bununla bir amal qılamasa, bu bizga yaxshi bir ulgu yaratib, ertagin biz bu Tayvanni besib kira olishimiz mumkin deb o'ylagan bo'lish mumkin. Ammo hozirgi vaziyat undaq bir vaziyat emas. Hozirgi vaziyat albatta bu g'arb ellarining birlashib Rossiyaga qattiq qarshi inkas qaytarishi, ham oxirgi hisobda balkim Ukraina bu urushda o'tirib qo'yishi mumkinchiligi bo'lganzira aziyotgan bir vaziyat. Sizningcha buningdan Xitoy, hamda siz o'zingiz Tayvan nurg'un yil turdingiz, bu yerga universitetda professor bo'lib turdingiz. Sizningcha shu Rossiyaning Ukrainaga besib kirishi va hozirgi vaziyatda Amerika boshliq g'arb ellarining bu inkosi sababini sizningcha Xitoy aldirab Tayvanga hujum qilish mumkinmi? Belki başlangıçta belki aslında o'ylagan bo'lsa kerak. Hamda bu 10 aygacha Xitoyninki 20 Komünist Partiyaninki yig'inigacha Tayvanni ola olgan bo'lsa, Xi Jinping hamda Mao'dan keyin eng cho'ng rais bo'lib, yana bir qatim saylanib, yana bir qatim kuchli bir lider bo'lib, tarixda o'zining nomini yozdiroladi. Bence bu planı buluş mümkün. Fakat bu Ukrayna meselesinde dünyanın her cetten kelgen bir bisim var. Ambargo yürgüzüvatkanını görüvatımız. İktisattan, finanstan, her bir cetten bir bisim var. Nurgun devletler 70 yıllık siyasetini mi özgertti? Mesela Kırmanya. Adam öldürdüğün, ucum kıldığın kurallarını satmayımız da Çin turattı. Onu mu bir işe başladı? Misalga Şivsiyama tarafsız bir devletti 70 yıldan beri. O mu taraflik olup gitti. Avrupa'daki nurgun devlet, Amerika mı şunda? Bu iktisadi ve ticaret pul muamelesi yani finans cetteki ambargo okşaşla üzgümü ziyan kilidi. Aş üzgü kelgen ziyanlı mı közgü epturup muş ambargonu mangızı vardı. Tabii bunda ambargolar hemen bir hafta 10 günün içinde netice çıkmaydı. Bu bir neçe ay hatta bir yıldan keyin belki bunun neticesi çıkış mümkün. Şununla bu Rusya eğer de Ukrayna'da pitip kalgan olsa, öz vaxtida Sovyetler Afganistan'da pitip kalgan ve Amerika Vietnam'da pitip kalgan pitip kalsa, o vaxtida hem de Rusya төлeydiğen bedel yama iğir bulurdu. Muşlarını mölçerleyen vaxtida bence Xitay hazırdan tartıp biraz özüne tartıp algandek turdu. Çünkü hazırki geplerde iki xil geplerini davadıdı. Bir xil gep hem de iyilik hukuku boğan devletlerge hücum kılıp olmaydı oradaydı. Tabii onun özünün oylaydıgan oyları vardı yani Şarkı Türkistan'ı birisi kopup bu tarihten beri bizden yeri ya da o müstakil bolalaydı dese Xitay'ın cini çıkıyordu. Yani Tayvan meselesi mi şurada? Yani bir tarafta yani Rusya'nı kollagan dek kılıp onu uçuk demeye vardı. O Ukrayna'ya kirişinin Ruslarının o Amerika ve NATO'nun ki kılan yamanlıklardan töpeyledeydi. Ama yine Rusya'nı tenkit kılmaya vardı.
shu ikki xil gaplarni deb kelyotdi. Xitoy bu jihatda usta endi. Bu xil ikki xil gap qilib, oxiri natijaga qarab, men manda degandim, anda degandim, men manda qildim deb. Yani hem g'arblarning ko'nglini ilishga tirishyotdi, hem Rusning ko'nglini ilishga tirishyotdi. Bu xil uslub hamda shu davom qilayotgan jang, davom qilayotgan jarayonda yana balki ahvolga qarab yana o'zgartish mumkin. Bu yerda bir gapni qistirib qo'yay. Bu Xitoy bilan Amerikaningki bu xil strategiya hamkorlik munosabati bence TİG'dekte bular 10 yıllık bir yüksek seviyedeki bir ittifak emas deb o'ylayman. Çünkü Xitoy xalqininki zihnida, yani nezrinde Xitoyning eng chong dushmani Rus bilan Japon. Ama hozirgi sharoitda bu Rus bilan hamkorlik qilishga majbur hamda bunday vaqtida. Ama Rusya'nın aciz bo'lib qolishini mi xohlaydi? Rusya'nın g'arb devletler bilan shunday dokunuşluklarını xohlaydi. Çünkü bunda ahvol Xitoyning texmi kuchlanishiga, taraqqiyotni texmi yuksak palligi ilib berishiga bir fursat yaratdi. Bu da 2001'de Afganistan urushi deyli, ondan keyin 2003'deki Irak urushi deyli, başka urushlar hammasi Xitoyga bir fursat yaratib berdi. Yani texmi iqtisodni kuchlantirib, iqtisoddan topganni harbiyga qashlab degandek. Shuningga bu Rusiyaningki boshqa g'arbga taqabul turishi Xitoyga bir foydali tarafi var. Ama Rusya eğer de yimirilib ketsa, bu vaqtida hamda bütün kuchlar Xitoyga qartildi. Bu vaqtida Xitoy eng qiyin bir ahvolga tushib qoldi. Xitoy juda bir maqol tamsil bor, bu kalpik yo'qolib ketsa, tishi to'nlab qoladi deb. Ya'ni Rusya yo'qolib ketsa, Xitoy hamda ziyon tortishga boshlaydi. Shuningga Rusiyaning NATO'ga qarshi yoki boshqa kuchlarga qarshi taqabul tura oladigan holiga kelishini mi xohlaydi? Undaqda Rusyani shu iqtisod jihatdan, finans jihatdan qo'llashga to'g'ri keldi. Ama Rusya eğer bu da futib olsa, yanılı Xitoyga ziyon hamdi. Çünkü küçük bir Rusya paydo bo'ldi. Xitoy mana shu 19. asrdagi o ichinishlik tarixini, yani tırnak ichida davom etma Xitoylashda degachga, o tarixini hatırlaydı deb o'ylayman. Yani Rus Xitoyni bozak qiladi. Shuningga bu kuchli bir Rusya yoki yimirilgan bir Rusyani Xitoy istamaydi. Shuni shu tamponlikni tutib Rusyani qo'llashga tirishidi deb o'ylayman. Ama Xitoy Tayvan'a hamda bir harbiy bir harakat qilishi shu hozirgi vaziyat qaragan chog'da biroz qiyindek turdi. Ağır sual İlşad Hasan Efendi, hazır şu Ruslan Ukrayna'ya hücum qilishi, Amerika boshqa g'arb ellarining harbiy jihatda bo'lsin, har jihatdan bo'lsin ittifoqlashishi ham Rossiyaga qattiq taqabul turishi sababidan Xitoymi albatta o'zining erkin Efendi degandek Rossiyani qo'llashi jihatda ikki bisliq bo'lyotdi. Rossiya futib chiqsa albatta bu urushda Xitoyga cho'ng foydasi yo'q. Rossiya futurib vayron bo'lsa albatta Xitoyga yana cho'ng bir foydasi yo'q. Bunda bir vaziyatda sizningcha bu Xitoy hukumati hozir g'arbga bo'lgan diplomatik munosabat kelgan chog'da yumshab, g'arb bilan yana birga chiroyli o'timiz, dushman Rus deb yangishida. Yana g'arb bilan bir-birini qo'llashib degandek, burunqidek. Yani bir yaxshi o'tib nurg'un yil qila olish mumkinmi? Menimcha o xil ehtimoli hozir asosan tugidi. Abay bir dedik. Burun g'arbning o'yida Xitoyni paplab turib, xalqaro tuzum deganimiz 2-Dünya urushidan keyin shakllangan Amerika bosh g'arb tuzgan shu xalqaro sistemasiga akirmiz degan xam xiyolda ta Trump prezident bo'lguncha oraliqlarda shu ham xiyolda bo'lgan bo'lsa, hozirgi davri kelgan vaqtida mayli g'arb bo'lsin, hatto Germaniyadan tortib, mayli Amerika bo'lsin, hammasi Xitoyni bunda bir tuzum bilan o'zgartirish mumkin emasligini hukumatning aytdi aniq dedi. Buni bo'libmi Biden efendimninki ismida bor bir yilning oldidagi bir so'zida Xitoyning hukumatini o'zgartirishdan voz kechdik dedi. Bu aniqla Xitoyni
demokratlaştırımız degan bu xiyalning xam xiyallik ekanligini bildi. Abay Erkin Akrem efendi degan bir nokta var, bu muhim nokta. O bo'lsa shu balını saqlash. Mesela 2. Dünya Urushining oxirisiga kelgan vaqtidami Amerika bilan Angliya Germaniyaningki Nazining qilib qolgan zo'r bir turkum istixborotdan tortib fan texnika, hukumat amaldorlarini saqlab qolgan. Nima uchun degan vaqtida hatta shu vaqtida ba'zi bir suhbatlar bo'libdiki. Germaniyani butunlay vayrona qilib atmay saqlab qilish. Chunki Sovet kuchlanib ketadi undaqda Yevropada deb. Shuning o'xshash Rus bilan hozir bo'layotgan urushda NATO'ningki bevos to'qinishdan o'zini saqlab, iqtisodiy embargo qo'yishdagi maqsadmi Putinni o'z aqliga keltirib, bir uningga azroq yuz berish orqali Ukrainadan chekinib chiqib ketib, Rusning butunlay vayrona bo'lib ketmasligining oldini olishqimi G'arb dunyosi maqsad yanala Xitoy. Chunki hozir buningda aniq G'arb dunyosining Xitoy birinchi tahdid. Rus asosiy jihatdan ikkinchi darajaga tushib qolgan bir dushman. Shuning uchun bu yerda Xitoy mayli qanchalik o'yin o'ynasin, qanchalik yumshab baqsin, men endi yumshishidan yumshamaydi deb o'ylayman. Chunki Xitoyningki ma 2 kunda ba'zi bir Xitoy olimlariningki o'zining davogan strategiya olimlarining va mutaxassislarininki davatqini agar Rus puturvasa Amerika G'arb dunyosi biz birinchi dushman bo'lib qolamiz. Abay Akram efendim degan kalpik yo'qolib ketsa tishqi uddulla shamol tishqi tegidi degan gap bor. Shuningga keladi biz u vaqtida ochiqli yem bo'lamiz degan bu ko'z qarash bor. Shuning uchun balkim bunda vaqtida diktatorlar odatdagi odamlardek o'ylamaydi. Qattiq bir pozitsiyaga o'tib, mushu fursatdan hozir ikki tarafga G'arb dunyosi bo'linib ketgan vaqtida Tayvanni olamdoq degan bir tavakkullik qilib qelish, bu hamda biz bilmaymiz. To'van, ammo tavakkullik talvilik qilmaydi degani bo'lmaydi. Shuning uchun buni Amerika bilganligi uchun oldin qaптida yuqori darajalik amaldorlarni Tayvanga avatdi. Uni bekorga avatmadi. Maqsad Xitoyga to'plangdan to'g'ach o'g'layma deb xato hisoblab qolma. Mayada biz buningga ching turimiz dedi. Ammo Xitoy bu yerda buni hisoblaydi. Ukrainaga hozirgacha NATOning a'zosi bo'lmaganligidan Amerika masalan Polshadan berilgan 29 aeroplan to'g'riliq bir-birsiga ishtirish o'yatdi. Bunda vaqtida Xitoymi shuni qarab, Tayvan bu NATOning emas, Amerika o'zining inkosini qaytarib, bu bo'g'icha biz tavakkul qilib baqsaq, bizning askarimiz Rosdan jiq, bir kunda ular undaq bo'lmay, Ukrainadek bo'lmay, boshqacha biz evala olamizmi? O bu deydigan manda talvilik bor. Shuning uchun buningga Amerika nihoyatda hushyor. Bunda bir sharoitda Xitoyning amdi G'arb dunyosini aldab, diplomatiya jihatdan o'zini o'ngshash bu mumkinchiligi yo'q. Ammo manfaat uchun vaqtincha, masalan Ukrainada Rusni aql chekindirish uchun Amerika G'arb dunyosi Xitoyni biz taraf tutib gaqqigan deb manda bir manfaat uchun ishiltishi mumkin. Buni Xitoy g'animat deb bilib, pozitsiyasini o'zgartirib qolarmi? Umi mumkinchiligi bor. Ammo lekin burunqidek Xitoyni yo'laymiz degan bu narsa yo'q Amerikada, G'arb dunyosida. Shuning uchun Xitoy aldab ketolmaydi. Shunda bo'lsa Erkin efendi, Elshad efendi bugun suhbat qatnashgan Allohga ko'p rahmat. Sizga rahmat aytaman. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar kun ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.